Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ko'pchilik sog'ingan o'yin PUBG Lite haqida gaplashamiz. Bir paytlar millionlab odamlar o'ynagan, lekin hozir deyarli yo'q bo'lib ketgan o'yin. Nega u yo'qoldi? Qaytadimi? Hozir o'ynasa bo'ladimi? Oxirigacha ko'ring. PUBG Lite 2019-2020-yillarda juda mashhur edi. U kuchli telefon talab qilmasdi, hatto eski Androidlarda ham ishlardi. Shuning uchun ko'pchilik PUBG Mobile'dan ko'ra Lite'ni tanlagan. O'sha paytda Lite kam lag, yengil grafik, kamroq toksik muhit, tez match topish bilan ajralib turardi. Lekin vaqt o'tib yangi ishlar sekinlashdi va serverlar asta-sekin yopila boshladi. Savol: nega yo'q bo'lib ketdi? PUBG Lite yo'qolishining 4 ta asosiy sababi bor. Birinchi sabablardan ko'ra PUBG Mobile juda kuchayib ketdi. Ikkinchi sababi Lite'ga katta yangiliklar kelmadi. Uchinchi sababi serverlarni saqlash qimmat bo'ldi. To'rtinchisi o'yinchilar asta-sekin mobilga ko'chib o'tdi. Natijada Lite e'tiborsiz qoldi. Hozir PUBG Lite ko'plab davlatlarda rasmiy ishlamaydi. Ba'zilar VPN bilan kiradi, lekin ping baland, match topish qiyin, serverlar barqaror emas. Shuning uchun hozir Lite deyarli o'lik o'yin hisoblanadi. Savol: qaytish mumkinmi? Xo'sh, PUBG Lite qaytadimi? Ikki xil variantda ko'rib chiqamiz. Optimistik variant: agar Krafton o'yin egasi yana yengil versiyaga e'tibor qaratsa, Lite qaytishi mumkin. Realistik variant: ehtimol eski Lite qaytmaydi, lekin PUBG Lite 2.0 versiyada yoki yangi yengil versiya chiqishi mumkin. Shaxsan menimcha Lite qaytishi ehtimoli bor, lekin tez orada bo'lmaydi. Agar qaytsa, bu past telefonlar uchun juda yaxshi yangilik bo'ladi. Agar siz ham PUBG Lite'ni sog'ingan bo'lsangiz, like bosing, kommentda Lite qaytsin deb yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.